Assalomu alaykumlar, hurmatli Savat Avto kanali obunachilar, do'stlar, sizlarga bugun zo'r reklama bo'ladi. Kimda-kim do'stlar nomini kredit chiqmaydigan bo'lsa, cho'rniga tushib qolgan insonlar bo'lsa, bemalol shu Gentra'mizni olib haydasangiz bo'ladi. Buni ma'lumotini berib o'tamiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, kraskasi umuman yo'q, radnoy 110 ming kilometr yurgan mexanika korobka bo'ladi. Salon holatlari çok kilitdi. 1 gram aybi yo'q. Qirchilgan, chizilgan joylari yo'q. Metan gazi bor. Xullas, tayyor avtomobil 4 tane balonan paket ekan bunda do'stlar, 4 tane balonan paket. Dur olasiz fakat haydaysiz. Mana endi eng qiziqli joyina keldik do'stlar. Eng qiziqli yeri 2022-yil kraskasi radnoy 110 ming yurgan, holati cho'tki holatdagi mashinamizni 50 milyon so'm berib ekitishlariniz mumkin. Buni уже 2 yil puli to'langan. 3,5 milyon so'mdan qolganini davom ettirib ketaverasizlar. Уже ena puli qolgan mashina. Xullas, ekranning pastida nomer turadi. Bemalol egasidan batafsil ma'lumotini olishingiz mumkin. Lekin zo'r variantdagi avtomobil do'stlar, 50 milyon so'm berasizlar, qolganini davom ettirib ketaverasizlar. Xullas, tayyor avtomobil, holati cho'tki, ekranning pastida nomer turadi, telefonlashib olishlaringiz mumkin. Mashina holati zo'r. 1 gram kraskasi yo'q. Telefonlashib olaverasizlar bemalol.